Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarni yana doimgidek chegirmadagi gilomlar bilan tanishtirib o'taman. Ko'rishlaring mumkin. Orqalari to'qimali, zichligi ham yaxshi. Bemalol xizmati 5 yildan 10 yilgacha xizmat qiladigan o'rta qalinlikdagi gilomimiz. Bizga endi ko'rayotganlar bo'lsa, videoni boshidanoq obuna bo'lib olinglar. Hamma yoqda ochiq-oydin narxi bilan tanishtirib o'taman. Sizlarga gilomlar haqida oxirgi narxlarini bilib olsalaring bo'ladi. Bu muddatim chegirmamiz muddatini 25-maygacha qiluvdik o'zi qalin gilomlarga. Uni 28-maygacha cho'zamiz. Videoda o'tkazib bormasdan ko'ringlar, hammasini eng yupqasidan eng qalinigacha tanishtirib o'taman. Ko'rishlaring mumkin, gullarini oxirgi misol uchun 3 million so'm sotiladigan gilomlar gullari bilan pasti bir xil, orqa kanoplari to'qimali bo'ladi. O'lchamiga keladigan bo'lsa, eni 3,5 metr, uzuni 4,5 metr bo'ladi. Buni narxi bozorlarda 1,250 mingdan 1,300 so'mgacha sotiladi. Men bozorda aynalib 17 marta aynalganingizda ham eng kamida narxini 1,100 mingdan topishingiz mumkin. Agar o'sha da ko'p sotuvchida bir ko'p bo'lsa yoki yuki ko'p bo'lsa, o'shuni hisobiga. Bizda buni narxi atiga chegirmada 900 ming so'mdan olishingiz mumkin. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, Farg'ona shaharicha mutlaqo bepul qilib beramiz. Undan tashqari dastavkalarimiz Toshkentga, Andijonga, Namanganga, Qo'qonga mavjud. Ular kelishilgan holda aniq ma'lumot olish uchun bizga bog'lansalaring bo'ladi. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bu sal ochiqroq deydiganlar uchun buni sal kirchimol gullari bor. Bu chegirmalarimiz faqat bizga obuna bo'lib, shu videomizga like bosganlarga amal qiladi. Bu ikkinchi guli bo'ladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham gullari o'ta chiroyli. Endi bular sal yupqaroq deydiganlar uchun bundan sal qalin gilomimiz bor. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Gullari oxirgi gullar Samarqand Sag zavodida ishlab chiqarilgan. Qalinligi pasti 2 barobar qalin bo'ladi. Gullari ham bo'ladi, vobshe chiroyli. To'qimalari ham zich to'qilgan bo'ladi. Buni narxi o'zimizning bozordagi joyimizda ham 2,200 ming so'm aytib 2 million so'mgacha sotiladi. Buni narxi chegirmada faqat bizga obuna bo'lib, YouTubedan ko'rib kelganlar uchun buni narxini 1,450 ming so'm qilib beramiz. O'lchami 3,5 ga 4,5 metr bo'ladi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun o'sha bir yo'li kvadratini bas pagonli turishini hisoblab o'tib ketyapman. Gilomimiz o'lchami 3,5 ga 4,5, Samarqand Sag zavodida ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1,450 ming. Pichoq qani. Bu sal ochiqroq deganlar uchun buni sal kirchimol sveti ham bor. Eski aslatga gullar bas, yangi gilomlar bilan sizlarni tanishtirib o'tyapman. Kesalaring bo'ladi 2 ga 3 o'lchamidan 4 ga 8 o'lchamigacha topsalaring bo'ladi. U gilomdan qolmadi, undan narsalar bo'lmaydi bizda. Kelib o'zlaringga yoqqandan tanlab olsalaring bo'ladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Orqa kanoplari ham zich to'qilgan gilom, Samarqand Sag zavodida ishlab chiqarilgan. Buni ham o'lchami 3,5 ga 4,5 metr bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, buni ham narxi chegirmada 1,450 ming so'm. Bizda endi qalin gilom so'rayotganlar ko'p. Bularni ham o'sha 2 ga 3 o'lchamidan tortib 4 ga 9 o'lchamigacha mavjud. Samarqand Sag zavodida ishlab chiqarilgan. Buni o'lchami 3,5 ga 5 metrlik bo'ladi. Buni ham kelib xohlagan o'lchamlaringni olsalaring bo'ladi. Qalinligi qalin bo'ladi, juda ham. Oddiy gilomlardan 3 barobar vazni ham og'ir. 1 kvadratida 2 kilo 550 bo'ladi kilosi. 1 kvadratida xullas 2 kilo 550 ip to'qilgan. Qalinligini yaqindan ham ko'rsating. Orqalari ko'jali bo'ladi. Bemalol misol uchun 20 yilgacha xizmat qiladigan gilom. Buni narxini o'zimiz ham 3,5 million so'm atrofida sotganmiz, 3,5 mingdan sotganmiz. Hozir chegirmada atiga 2,550 ming so'mga xarid qilsalaring bo'ladi. O'lchami 3,5 ga 5,5 metr bo'ladi. 5,5 ming, 3,5 ga 5 bo'ladi. Buni hammaga birdek yoqayotgan ikkinchi gulini ham ko'rishlaring mumkin. Sizga misol uchun bu hozir videoda ko'rsatayotganlarimiz o'lchami tushmasa,
bemalol kommentariyada yozsangiz bo'ladi o'lchamingizni yoki Telegramdan gilomni gulini tashlaversangiz o'sha o'lchamingizga razmeri standart o'lcham bo'ladigan bo'lsa, narxini bemalol hisoblab beramiz. Bizga bemalol aloqaga chiqib yoki Telegramdan gilomni tashlasangiz, shu o'lchamingizga moslab yoki mosi bo'lmasa, sizga mosroq variantlar tashlab beramiz. Endi bundan ham bizga sifatliroq gilom kerak deganlar uchun polisterli gilom bo'ladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Samarqand Sakzovodda chiqqan pastdagi gilomdan vors balandligi jicha pastroq bo'ladi, lekin ipi ancha toza bo'ladi bu gilomda. Bu gilomimizni ko'rishlaring mumkin. Ikki tomondan ikki xil tovlanuvchi gilomimiz. Yonlari buni ham ko'jali bo'ladi. Nomini ham ko'rishingiz mumkin. Samarqand Sakzovodda ishlab chiqarilgan Amelia nomli gilom bo'ladi. Buni narxi bozorlarda kvadrati 280 ming so'mdan 290 ming so'mgacha sotiladi. Razmerlari to'qalanib qolganini hisobiga sizlarga 230 ming so'mdan qilib beramiz buni kvadratini. Bundan tashqari bizda bundan ham zichroq bo'lgan gilomimiz bor. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Buni ham o'lchami 3,5 ga 4,5. Buni ham hamma o'lchami bor. Kelib o'zlaring yoqqanini tanlab olsalaring bo'ladi. Gilomning sifati ancha yaxshi. Turetskiy Eron gilomlari gullariga o'xshab chiqqan, zichligi ham o'sha gilomlarga o'xshaydi. Samarqand Sakzovodda ishlab chiqarilgan. Buni kvadrati narxi 330 ming so'mgacha sotiladi. Hozir buni chegirmada kvadratini 270 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Buni katta kichik o'lchami bor. Sifatiga keladigan bo'lsak, vobshe yaxshi gilom. Eng kamida 20 yil xizmat qiladigan gilom. Bizda o'rta qalinlikda gilom ko'p so'rashyapti. Bu gilomlar ko'rsalang bo'ladi. Eng hamyonbop ham eng tez ketadigan o'lcham 3,5 ga 5 metr. Buni narxi bozorda o'sha 1,250 ming so'm atrofida sotilyapti. Buni narxini chegirmada 850 ming so'm qilib beramiz. Buni kelib o'zingizga yoqqan gullarni tanlab olishingiz mumkin. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Oxirgi gullar hech qanaqa aslatga gilom emas. Yangi gullar. Bularni 2 ga 3 o'lchamidan kelib 4 ga 6 o'lchamigacha tanlab olsangiz bo'ladi. Vibrlar bor. Ko'ngilingizga yoqqanday qilib bitkizib beramiz. Bularni ham ko'rsating. Bular metrajli gilom bo'ladi. Shu ustida ko'rsatganimni. Bularning kvadrati 75 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada 50 ming so'mdan kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Buni eni 80 dan eni 4 metrligigacha mavjud. Boshqacha gullari ham bor. Daroshkalari eni 80 dan 2,5 gacha. Kelib ko'ngilingizga yoqqandan tanlab olsangiz bo'ladi. Bo'ldi.